Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda to be haqida gaplashamiz. To be haqida ko'p eshitgan bo'lishingiz kerak, chunki bu ingliz tilidagi eng muhim mavzulardan bittasi. Endi to be deb faqat nomlanadi. O'zi buni 3 ta shakli bor. Gaplar tuzganda o'sha 3 ta shakldan foydalanamiz. Bular am, is va are. Demak, to be deganda o'zi xayolingizga mana shu 3 ta so'z kelishi kerak. Am, is, are. Endi nimaga kerak o'zi to be bizga? To be bizga gap tuzishimizda kerak. Bu so'zlar, demak, am, is, are degan so'zlar gap tuzishimizda bizga yordam beradi. Endi kelaylik gap tuzishni ko'rib chiqamiz. Demak, I bilan gapingiz boshlansa, ya'ni men bilan gapingiz boshlansa, har doim to be ni am shaklidan foydalanishingiz kerak. For example, I am a teacher. Men o'qituvchiman. Yoki you bilan gapingiz boshlansa, ya'ni sen bilan boshlansa, aytasiz are ni ishlatasiz. You are my friend. Sen meni do'stimsan. We ga ham are ishlatamiz. We are friends. Biz do'stlarmiz. Yoki they bo'ladigan bo'lsa, they are books. Ular kitoblar. Yoki odamni ham ishlatsangiz bo'ladi. They are students. Ular studentlar. He, she, it, ya'ni u degan so'zlarimiz bilan to be ni is shakli ishlatiladi. Misol uchun, he is sober. U sober. She is, aytaylik, my student. U mening studentim. It is a pen. U ruchka. Endi qanaqa qilib negativ, ya'ni inkor gaplar tuzishni ko'rib chiqamiz. Bunda bizga not so'zi yordam beradi. Notni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, emas degan ma'noni beradi. Misol uchun, I'm not a teacher. Men o'qituvchi emasman. Men o'qituvchi emasman. Yoki you are not my friend. Sen mening do'stim emassan. Yoki we are not friends. Biz do'stlar emasmiz. Yoki they are not birds. Ular qushlar emas. He is not a student. U student emas. She is not Fatima. U Fatima emas, misol uchun. Yoki it's not my book. U mening kitobim emas. Darsimiz bo'yicha juda ham foydali mashqlarni bitta faylga yig'ib Telegram kanalimga joylaganman. Kirib foydalansangiz bo'ladi.